Boshladik. Assalomu alaykum. Bugun biz birdan n'gacha sonlar kvadratlar yig'indisini formulasini keltirib chiqaramiz. Demak, bu qayerdan kelgan, qanaqa hisoblanadi? Bizga aniq bo'lgan narsa bu yerda birdan n'gacha dastlabki n'ta sonli yig'indisi bu n ko'paytirgan n plus 1 taqsim 2. Endi bu qayerdan kelgan? Bu dastlabki n'ta sonli yig'indisi dastlabki n'ta sonli yig'indisi bu s desak, demak bu yerga n, bu yerga n minus 1 и так далее, bu yerga 1. Bundan s qo'shib yuborsak n plus 1 bu ham n plus 1 и xuddi shunday n plus 1 bu 2s ga teng. Demak n plus 1 dan bizda nechta n ta 2 ga bo'lamiz. Shunda s ga teng. Bu yerda demak biz dastlabki n ta sonli yig'indisini hisobladik. Demak nima qilamiz? Endi qanaqadir kan songa birini qo'shib kubga ko'tarsak, u k kub plus uch k kvadrat plus uch k plus 1. K ga 1 bersak, bu yerda 2 ning kubi, 1 ning kubi, 3 karra 1 ning kvadrati plus 3 karra 1 plus 1. K ga 2 bersak, 3 ning kubi, 2 ning kubi plus 3 karra 2 ning kvadrati plus 3 karra 2 plus 1. İtalyanlı k ga n degan sonni bersak, n plus 1 ning kubi, n kub plus 3 karra n kvadrat plus 3 karra n plus 1. Demak, buni qo'shib yuborsak nima bo'ladi? Qo'shib yuborsak, mana bu tenglikni bu tomoni va bu tomoniga ajraladi. Bular hammasi qisqarib ketadi. Bu yerda n kub ham qisqarib ketadi. Demak, bu yerda n plus 1 ning kubi qoldi. N plus 1 ning kubi. Bu yerda mana 1 qoldi. 1 qoldi. Bu yerda esa 3 ko'paytirilgan. Mana uni biz topishimiz kerak bo'lgan sonni a desak, agar a desak summani 3a bo'ladi. Chunki 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, n ning kvadrati 3 ta chiqarib olsak, mana shu a ga teng, 3a ga. Plus 3 karra 1 dan boshlab n gacha sonlar yig'indisi. Bu esa mana tayyor formulamiz bo'ladi. n plus 1 taqsim 2 plus 1 dan bu yerda nechta bizda? n ta son. Demak, n ta 1 bor. Demak, bu yerdan biz a ni topishimiz kerak. Demak, a ni topsak, 3a ni bir tomonda qolsin. Bu esa n plus 1 ning kubi minus 3n plus 1 taqsim 2 minus bo'lsa, mana bu n plus 1 minus n plus 1. Demak, n plus 1 ni oldin qavsini chiqarib olsak, shunday yozaylik. Demak, 3a n plus 1 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu yerda n plus 1 ning kvadrati minus 3n taqsim 2. Bu yerda minus 1 qoladi. Demak, soddalashtiramiz. 3a n plus 1 pastda 2 ni qoldiramizda, mana bu 2n kvadrat plus 4n plus 2 minus 3n minus 2. Demak, bu yerda a ni topsak, n plus 1 bu yerda taqsim 6 va qavsda bu 2n kvadrat plus n degan qavs qoladi. Qavs ichida bu esa n ni chiqarib yuboramiz. Shunda n plus 1 bu 2n plus 1 taqsim 6. Demak, 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati va hokazo n ning kvadrati teng bo'lar ekan. Standart hamma biladigan 2n plus 1 taqsim 6.
Mana formula keltirib chiqarildi. Hammaga rahmat.